Вот снова начал. Видео включил. Все, давайте. Неправильно, что ли, били? Ну, ногой же бил. Ну. Вы научитесь удобно подавать, друзья. На той стороне друзей нету. Посмотрим. Последний! Блин. Нормально. Вот, Руслан. Нормально. Играй. Ну, подальше. Yenge çıkar. Neye? Vamos jogar. Молодец. Я. Я! Пошел. Наш. Володя, до сих пор, что ли, кидаете? 4-1. Играй. Распали пресс. Алмаз, Зокер, Алмаз. Дайте Володе мяча. Ha, Володя nasıl? Играй. Играй. Володь, не уходи! Аут дал. Musojon aka o'zingizni bir ko'rsating, mana sizni yaxshilab olib. Ko'rsat, bir yorvoring. Musojon aka yorvordi. Yana bitta qaytaring shu diviziyani. Повторно? Повтор. Talablarga binoan. Yorvoryapsiz Musojon aka. Вообще bir kuchli banko. Kuchli bo'laman. Zokir menga keldi bitta bering. Kimga bering? Musojon akanga. Ha, endi aytasiz. Вы носите там, непонятно что. Gap yo'q. Zokir endi sizni ko'ramiz. Oyna jahonlarda Ha, bosing. mana ketdi. Ketdi. Ha, qara endi. Молодец. Ты нападай! Нормально. На второй не хотите? Ana bugun Yuttizmi? Respublikasi Yaqinda respublikaga chiqamiz. legendaga chiqamiz. Ya Osiyoga chiqamiz. Osiyoga. Володя, что творишь? Играй. Rahmatullohga o'xshamadi, nechio. Siz ichib olsangiz yaxshi o'ynaysiz. Rahmatullohga ichib olsangiz. Молодец. Давай!
Подальше. Как вообще? Ver ustam aka, qilgan ishingizni qarang. Unaqa joylar olmang-da. Men qo'limda emas-da, meni qo'limda emas. Rustam aka, unaqa joylar olmading-da. Qadib o'chirib yoqurmayman u. O'zingizda ayb. Harakat qilinglar, harakat. Olganimda bo'lar ekan jali. Bo'lardi. Yoplaringiz. Ждем, не расслабляемся. Orta oddiyroq bering, o'n Mana eng aqlli odamni ko'rib qolib videodan qo'rqasizmi? Ha bo'ldi. Kecha kelishdiga assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi? Otim nima edi, islomingiz? Tohirjon. Ha, bo'ldi. Yo'q, nimaga islamayman? Men islomiyman, uzr, menda ayb. Akamni eslayman dedingiz, o'zingiz Radnoy akangiz bor ekan. Ha, rahim aka, rahim aka. Tuzingiz. O'zasimiz. Tarchimi? Tinchligini bersin. Ilohim, amin. Bas kuzatdim, endi Yaxshi to'ylar qilaylik. Ko'rdim, rahmat. Men sizni ko'rmay qolganimga hozir aybdor his qilyapman. Yo'q, nimaga endi? Men chiroyli odam chetda o'tiradi, kamtar. Yo'q, jonchalik emas. Ularga xalaqit bermay o'tiribman. Siz kitobdan o'qib o'ynashni bilasiz, lekin Bir vaqtlar o'ynaganmiz yoshligimizda. Biz avval hozir o'ynamaysiz uncha. ishtaha yo'q. Bo'ladi bir kun bo'ladi. Ko'rib, hali gulni hidlab, birov bahra olsa, birov ko'rib bahra oladi, xuddi shunga. Ha, kitobdan aytib bering gaplarni. Chiroyli. Aytaman endi. Yoningizda kaptarlar shu yuribdi. Hayotimiz Sizdan qo'rqmayapti, qarang, qanaqa odamsiz. Mana shu Rahim akamni o'ylarida biblioteka bor. To'g'rimi, aldadimmi? Hammada ham bor endi. Ya hammada bo'lmaydi. Yoki biblioteka. Hozir kitob o'qiydigan odam kamayib ketdi-da. Kamayib ketdi. Hamma telefonga berilib ketdi. Telefon. Adidas kiyish qayerdan o'rgangansiz? Adidas. Yo'q, endi o'zi hayotiy narsa-yu bu. Soat og'ir bo'lsa ham taqib yurasiz. Og'irligi kerak, toshda og'ir yo'q deydi-yu. Menda juda ham ko'p soat bor, lekin og'irga taqib yurish. Keragi toshda og'ir yo'q deydi. Bu eski zamon narsasi. Necha, lekin bor. Sotib olgansizda pulga. Gap Ko'ro. eski yangilikda emas, qulayligida-da. Masalan, hozirgi birovlar yangi mashinasi bor, yurmay bo'ladi. Birovda eski mashina bo'lsa ham o'z vaqtida qarab yurgan odam. Soat nimaga taqilishini bilasizmi? Punktualni odamligingizni bildiradi. Nimaga? Soat Punktualni. bilan ish yuradigan odam demoqchisiz. Soat 1da bittasini uchrashishim kerak mana Rayhonda. O'shanga esimdan chiqib qoldi. Ha, O'zingizda nima gapirasiz? O'zingiz haqingizda gapiring. menda tinchlik. Soqollarni yengillatasiz. Endi bilasiz. Harakat qilyapman. Intelligent odamman. Albatta. O'yinga kirmadingizmi? Gapiring. Menga qarshi chiqa olmaydi, hech kim o'ynasa. Qaysi kamataga balet qilyapsiz? Aringiz bo'lsa, yutganiga deng. Farqi yo'q. Yutganiga. Hammasi meni o'rtoqlarim. Hech kimni yutkim kelmaydi. Yutganiga balet qilyapman. Hech kimni yutkim kelmaydi. Yutuvri jonimga tegib ketgan odamlar.
Lekin tomosha qilganingiz ham katta gap. Baqira olasizda uni. Albatta. Bugun dam olish kuni. Ertalab bir chiqdimmi?